Misol uchun qarang, mana kimningdir uyida bir kvartirant bo'lib turib yoki mana o'tbetga borganda gostinitsaga 2 kunmi 1 kun to'xtaydigan bo'lsak, haqqini beramiz-ku. 1 kun yotsak ham haqqini beramiz, bir hostel-postelga yotsak. Bu yerda biz necha yil yashayapmiz? Mana bu yerda necha yil yashayapmiz? Kamida 65-70 yil yashaymiz bu olamda. Bu olamni ham haqqini berish kerak degan hech o'ylaganmisiz? Namozingizni aytmang. Namozingiz uni o'zingiz uchun. Allohga kerak emas siz namoz, yana bir bor aytaman. U faqat o'zingiz uchun. Lekin mana shu olam uchun haqqini berganmisiz? Sizga savol, mana shu yerda o'tirgan qancha odam mana 200 taga yaqin odam o'tiribdi ekan. Hech o'ylaganmisiz? Mana shu olamda ham Alloh taolo menga umr beribdi. 70 yil, 80 yil bitta Alloh biladi necha yil yashashimizni. Bilmaymiz-ku. Necha yil yashasak ham mana shu olamda yashaganimiz uchun biz shu olamni haqqini ham berib ketaylik. Ham olish berish qonuni bor, hamma joyda haqqi bor. Mana misol uchun men guruhimda 5000 dan oshiq odam o'tiradi. Men bir haftada bir marta kirib dars beraman. Savol-javob, savol-javob. Va albatta aytaman, qizlar, shuncha bilim berdim. Meni haqqim to'lab qo'yinglar deyman. To'lasin. 10 ming bo'lsa ham, 100 ming bo'lsa ham, 20 ming bo'lsa ham kartamni tashlab chiqib ketaman. Hamma ish qilib insofi borlar menga tashiydi. U meni haqqim. Meni bilim berganim uchun 10 ming, 20 ming, 100 ming ish qilib hamma beradi-da. Barakasini bersin. Ko'nidan chiqarib beringlar lekin deyman. Bu meni haqqim. Olamni haqqichi. Mana shu olamni haqqi hech o'ylaganmisiz? Men rosa ko'p o'ylayman shu narsani. Bu olamda ham haqqi bordir deyman. Shuncha yashayapmiz, mazza qilib. Qarangda, bizga kechqurun kuch-quvvat beradi Alloh taolo. Mana shu olamda mana 4 ta faslni beradi adashmasdan. Kun beradi bizga, tun beradi bizga. Qancha narsa beryapti bizga tekinga Alloh taolo. Mana shuni ham rahmati bo'lish kerak. Hozir aytishingiz mumkin, biz namoz o'qiyapmiz deb. O'zingiz uchun o'qiysiz uni. Allohga hech qanaqa foydasi yo'q uni. U namozda ham faqat so'raysizlar-ku, ber deb. Allohga berish kerak, olamga berish kerak. Qanaqa beramiz Allohga degan savol tug'ildi. Unga ham javob beraman. Bandasiga berganingiz Allohga berganingiz. Mana bandaga berish kerak, qizlar. Har biringiz o'ylang. Shu bandaga nima bersam ekan deb. Misol uchun men mana dars beryapman hammangizga. Hozirga tekin mana. Bu meni ehsonim. Men srazi primoyga chiqayotganda Alloh taolaga aytaman, hozir ehson beraman men deyman. Pulga sotib olgan bilimlarimni shunda tekinga xalqimga beraman. Bu men ehsonim, qabul qilib qo'yaman Allohga. Hozir efir tugagandan keyin Allohga aytaman, qabul qil deyman. Zo'r ehson berdim bandalaringga. Men zo'rmanmi deyman. Zo'rsan deydi. Молодец deyman. Mana shunday gaplashaman Alloh taolo bilan. Jiddiy qabul qilish kerak emas. Sizlar Alloh desa, voy deb qo'rqasiz. Qo'rqish kerak emas. Alloh juda ham mehribon.